Endigi amaliy ko'nikmamiz qon bosimini o'lchash. Qon bosimini o'lchash uchun bizga tonometr kerak bo'ladi. Tonometrni manjetkasi, balonchasi bo'ladi. Keyin fonendoskop kerak bo'ladi. Buning uchun biz bemorni yoki o'tirgan holatda yoki yotgan holatda o'lchashimiz mumkin. O'tirgan holatda qulay holatga keltirib olib, yelka sohasi yalang'ochlatiladi. Yelka sohasi yalang'ochlatilib, manjetka qismi yelka sohasiga tirsakdan 2 barmoq yuqoriga, 1 barmoq erkin o'tkazadigan qilib bog'lanadi. 2 barmoq yuqoriga, 1 barmoq. Manometr ko'rsatkichini 0 ga tushiramiz. Ventilni havo chiqarib bo'lgach yopamiz. Fonendoskop quloqchinlarini quloqqa kiritib, eshitgich qismini birinchi tomir urishini aniqlab olib, o'sha sohaga qo'yiladi. Ushlab turib, baloncha orqali havo yuboriladi. Yuborganimizda yuqori ko'rsatkichga olib kelgandan keyin sekin ventilni burab, sekin astalik bilan havo chiqariladi. Havo chiqarilgach, birinchi eshitilgan ton eslab qolinadi. Maksimal bosim hisoblanadi. Oxirgi yo'qolgandan oldingi ton eslab qolinadi. Bu minimal bosim hisoblanadi. 120 ga 80. 120 ga 80. Keyin quloqchinlari fonendoskopga olib, yechib, bir martalik salfetkalar bilan quloqchin qismlarini artib, zararsizlantirib qo'yiladi. Endi 120 ga 80 bu o'rtacha normal qon bosim hisoblanadi. 120 bu maksimal bosim yoki sistolik bosim deyiladi. 80 120 ga 80 mm simoq ustuniga teng ekan. 120 bu sistolik bosim yoki maksimal bosim hisoblanadi. 80 diastolik bosim yoki minimal bosim hisoblanadi. Arterial bosim sistolik bosimning diastolik bosimga nisbati arterial bosim deyiladi. Sistolik bosim 90 dan 140 mm simoq ustuniga teng bo'ladi. Diastolik bosim 60 dan 100 mm simoq ustuniga teng bo'ladi. 90 ga 60 qon bosimida yuradiganlar gipatonik deyiladi. Ya'ni bu qon bosim gipotoniya deyiladi. 140 ga 100 yuradiganlar bu yuqori qon bosim gipertoniya deyiladi. Lekin hali bu gipertoniya kasalligi emas. Keyin yana bu tonometrni elektron turlari ham bor. Elektron turi bu bilak sohasiga qo'yiladi, o'zi ko'rsatkichini namoyon qiladi. Yelka sohasiga ham qo'yib, elektron turi bilan aniqlashimiz mumkin. Lekin eng keng qo'llaniladigani bu mexanik tonometr. Bugungi amaliy ko'nikmalarimiz shundan iborat edi. E'tiboringlar uchun rahmat.